Planni bek baldur tuzatmayli. Bir qadar mukammal bo'lgan plan bo'lsa, bu plan uzoq bir davr ichida davomli ijro qilinadigan, hatto avlodma-avlod davomlashtirilib ijro qilinadigan bo'lsa, biz hamisha ishni noldan boshlavermaydik. Orzu qilganimizdek bir qadar mukammal, shundaqla amaliy qo'llanish qimmati bo'lgan plan haqida gap ketayotganda, balkim ba'zilar biz hozirgi cho'ydek terilib turgan ahvolimizda bundaq plandan qandaqmi so'z ochqili bo'lar deyishi cho'qim. To'g'ri. Umumiy millat bir tutash e'tirof qilgan planning bo'lishi yoki barliq tashkilotlar o'rtaq qo'shilgan planning bo'lishi tasavvurdan nihoyat yiroq. Ichinishli shuki, har bir tashkilotning arzigidek planining bir davr o'tgandimi asosiy qismi yanada qimmatini yo'qotmaydigan plani bo'lmasligi. Qadimgi zamon davlatlari tadbirlik bir podshohning sababidanla qudrat tepib, kengaymichilik qilib jahonni ostin-ustin qilayotgandek qilgani bilan, shu podshohning o'lishi bilanla shu qudratli davlatning pissida yeli chiqib zavolliqqa yuzlanganidek, bizning hozirgi ahvolimizmi ana shunday. Yo'lboshchi chiqib bir mahal ish eplashtirgandek ta'sir berdi. Yangilikda qamlashgandek ko'rindi. Keyin yo u o'zi yetisholmay, ishlar hechilang'illashib, bara izdan chiqdi. Yo u birsiga qiydab ishni tashlab etishdan yoki Nasriddin apadimcha mana yiqil deb ta'tiriga aylantirib etishi natijasida pissida yili chiqib tugaydi. Bularning hammasi nemadan? Qadimki davlatlar podshohning og'ziga qarab qolgan, yozma holda tuzib chiqilib, bir guruh davlat xodimlari tomonidan qo'shilib tan elingan, hamma o'rtaq e'tirof qilinadigan va ijro qiladigan qonun tuzum, plan programma, strategiya bo'lmaganligi. Faqatla bir podshohning aqli bilan shuning degini degan, shuning so'zi qonun bo'lib mengilganligi uchun uning o'lishi bilanla hech kim uning o'rnini bosolmagan. Chunki uning ko'ngliga pukkanlari o'zi bilan dafn qilinib ketganligi, hech kim uni bilmaganligi uchun keyingilar tabiiy holda gangrab qilib, har kim o'znikini bozorga selish, hokimiyat talashish, mana shunday qilib zavolliqqa yuzlanishga elib borgan. Xuddi shuningdek, bugungi bizning ishlarimizmi eg'i bilan beg'ining tayini yo'q. Dehqonchisiga ish qilishdan boshqa narsa emas. Atrat boshliqi dehqonlarni boshqarishda hech qanday plan programma, nazariya, pazariya deganlarga hojat his qilmaydi emasmi? Balkim bu gapimga ba'zi ajoyib programmalar, hayvatlik xitob chaqiriqlarni ko'rsatib turib, bularni ko'zing ko'rmadimi? Bu nazariya asos bo'lmay nima deydiganlar chiqar. To'g'ri, 21-asrga kelib qolgandimi aynan dehqonchi bo'lish bekmi yalang'och, bekmi sat. Ammo bu sun'iy zamonaviylik, ibtidoiy ong formasi ustiga sun'iy holda tengib qo'yilgan hozirgi zamon modasi xolos. Bu xuddi qadimgi zamondagi asar atiqa koni binoga hozirgi zamon ma'muriy organining viviskasini esib qo'ygandek bir ish. Bu bir xil ongliq tonishning mahsuli bo'lmasdan do'ramchilik turidagi ish bo'lg'achqa, bu plan programmalar ijro qilish uchun emas, o'zini xolis ko'rsatish uchun yozilg'achqa e'lon qilingan yerda qoladi. Uningdan keyin hech kim uni asga olmaydi. Harakatini shu bo'yicha o'lchab, dangsab, muvofiq kelmasa tuzitib turishdan so'z etish asla mumkin emas. Hatto boshlamchilarning o'zi tuzgan programmaga boshlamchilik bilan xiloflik qilish, xiyonat qilish, pisand qilmay o'zi bilgancha qadimgi podshohlardek ish qilish odatdagi ishga aylanib qoladi. Qo'rayning o'ti gür qilib yenib, nihoyatda qisqa bir muddat osmon palak yalqin chiqaradi-yu, shippida o'chib qoladi. Qaraysizki, uning o'rnidan na cho'q, na issiqlik qolmay, bir dova qop-qora kul qoladi. Bizning ishlarimizmi ashundaqla birdamlik, tapti yo'q. Buning sababi faqatla riyo. Bu harakatlar vatan xalqqa bo'lgan haqiqiy muhabbatni, Alloh rizoligini, dushmanga bo'lgan nafratni manba qilmasdan shuhratparastlik, manmanlik, manfaatparastlik qatorliq past shaxsiyatchilik zaminida barliq kelgachga ishqa qarata o'ngmas xolis niyat yo'q. Shunga planmi tar ko'ngilga yarasha tar va bir taraflama tuziladi. Texmi qamlashmag'ini bu planmi texi ijro qilish uchun emas, plan programmalarini xeyli qamlashtirib yezibdi. Shuningdan qaraganda mushu odam ish aplashtira oladigan o'xshaydi deydigan ta'sirotni paydo qilib, odam yig'ilish, pul to'plash uchun bo'lg'achqa bir to'p odamni o'ylashtirib olsalar, bu ko'zi kichik dohiga butun jahon o'ziga bo'ysungandek tuyulib ketadi-da, shohin shoh bo'lib oldi. Mening deganim qonun degandek alomat qiliqlardan bilinib turdi.
qoida prinsiplarni boshlamchilik bilan buzadi. O'zini bu prinsiplardan ustun qo'ydi. Chunki uni o'zim barliqqa keltirganman deb o'ylash kerak. Niyatning xolis bo'lmasligi shuningga ilib borudiki, dahilar ish boshlash, o'zi yetakchilik qilish, o'zi g'alabaga opirish, taxtga o'zi o'ltirishni xiyol qilib, shuningga yarasha plan tuzdi. Shuning uchun bu plan qisqa muddat ichida oxirgi nishonga yetadigan mazmunda tuzishni taqozo qiladi. Undaq bo'lmaganda yerni chapsam, men chapsam, matxunaxun kadr bo'ldi degandek bo'lib qoldi-da. Oldinqilar o'rin tanlash, keyingilar yo'l planlash, uning orqasidagilar yo'lni selish, uningmi keyindikilar manzilga yetish to'g'risida o'ylig'imizmi kelmaydi. Jafo chekib bayavondan yo'l olsam, to'rda o'zim o'ltirmaydigan ish bo'lsa, undaq yo'lni chitlib yetman degan shum niyat har bir ish boshlag'uchida dastlabki minutdan boshlabla shakllanishlik bo'ladi. Mana shunday qilib ishimiz oqmaydi. Chunki bir avlod oyoqlari bilan chig'ir yo'l chiqarsa, keyingi avlod bu izdan foydalanib bir qadar tuz harva yo'li yozsa, uningdan keyingilar texmi mukammallashtirib, yo'lga tosh yotqizib, siliqlab chiqsa, uning keyingilar bu yo'lda manzilga qarab chapsa, vaqt ko'p ketadigan bo'lg'achqa boshdagilarning umri yor bermaydi. O'zi yetolmagan manzilga boshqalarning yetishini o'ylaganda har kimning hasratlari lavildab yenib ketadi-da, men yetolmagan manzilga boshqalarmi yetolmasin degan poskini niyat tug'ilmay qolmaydi. Yoki bo'lmasa ko'zimizning kichikligidan yiroqni ko'rolmay, bu ish xiyoliy tushdak, uzoq ham tasavvurdan halqagan tuyuladi-da, undaq osmondagi g'ozning sho'rpisiga non chilashdek ahmoqlikni qilg'imiz kelmay, aytiki quyruqdan bugungi o'pki yaxshi debla chuprandilik bilan o'ylaymiz. Bundaq zedipaslik bilan bu millatni qutqizish mumkin emas. Uzoq muddatlik planga nisbatan ta'xirsizlik qilganimiz bilan qismatimiz xuddi oldirgan nada, oldirmaganning keyinda degandek bo'lyotdi. Masalan, 50-yillarning beshida birisi mukammalroq qilib 50 yillik bir plan tuzib chiqayli deb taklif bergan bo'lsa, tabiiyki nurg'un bilarmanlar qarshi chiqib, "Nima deyapsan oy? 50 yilgacha nima qilasan? Bir necha yilga qolmay bayrog'imiz Tangirtog'larining ustida javlon qilg'usi" degan bo'lg'iydi. Ammo hozir 50 yil o'tdi. Nima bo'ldi? İnqilob taraqqiyotimiz yana shu izda. Ammo 2% nisbatdagi dushman ko'payib bizni oz sonliq o'ringa tushirib qo'ymoqda. Agar biz yanala reallikni tanimay, tul xotinlarning jahon tutishidek burnimizning uchinla ko'rib ish qiladigan bo'lsak, planimizmi bolalarning uy tutib o'ynashidek bo'laveradigan bo'lsa, mangu osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab qilaveramiz. Ishni uzoqqa so'ziladigan deb umidsizlanish kufr bilan barobar. Chunki Alloh faqat kafir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi degan. Umidsizlanmaslik bilan uzoqqa so'ziladigan kurashning munosabatini to'g'ri bir taraf qilish lozim. Amalga oshmaydigan 10 yillik plandan 10 ni tuzgandan amalga oshadigan 100 yillik plan yaxshiroq. Buningdan hech kim gumon qilmaydi. Faqat ko'chat tikkanlar mevasini ko'rolmaydi. Mana shuningga qarata qo'rsaqni keng tuta olsaqlar bo'lg'ini. Biz ko'rmasak bolalarimiz ko'rsa, biz to'rda o'ltirmasak bo'sog'ida xizmat qilsak, ministr yoki jumhur rais bo'lmasak, ozod vatanning dehqini bo'lsak mayli emasmi? Biz o'zimizga ko'chat qo'yishni vazifa qilib belgilaylik. Keyingilar bu ko'chatlarni parvish qilib o'stirsin. Uningdan keyingilar bo'lsa, buning yog'ichida manzil yo'lidagi hanglarga ko'vrik solsin. Biz avval kasblar bo'yicha mutaxassislarimizga ega bo'lishimiz kerak. Ammo bu mutaxassislar hozirgi umumiy fanlar bilan cheklansa, mangsi qirdan osholmaydigan bir saviya saqlanadi. İnqilob ishlariga bevosita aloqador bilim sohalarida yetishgan odamlarimiz bo'lishi kerak. Bizning ochiq amaliyatimiz mag'lubiyatdan teri-peran bo'lgan qismatimizning ochiq savoqlari shuni to'nitdiki, ammo ba'zi dahilar texicha to'nib yetgani yo'q. Bizda aqliy namratlik nihoyatda og'ir. Shunga 100 tankimiz bo'lganidan bir nafar tanki injeneri bo'lgani afzal. 100 ming askarimiz bo'lganidan shunchalik askarni tashkillayalaydigan, yetaklaydigan bir qo'mondonning bo'lgani ortiq. Chunki bir to'p nodon xalq bilan hech ishni boshqa ilib chiqib bo'lmaydi. Ammo shundaq bir ziddiyatlik masalami borki, dahi har zaman o'qigan mutaxassislar orasidan chiqishi natayin. Amaliy kurash ichida o'sib yetilishi, oddiy xalq orasidan chiqishi mumkin. Bu shuni samimizga soladiki, mutaxassislarimiz yetishganda ondan ish boshlaymiz deb dushmanga tinch taraqqiyot, mustahkamlanish fursati yaratib jim o'tirish munofiqlikdir. Vatan mustamlikida zulm har an beshimizda bo'layotgan ekan, har an qarshilik harakati to'xtamasligi, har qanday usul bilan dushmanga qulluqni tan olmaydiganligimizni uqtirib turishimiz kerak. Demak, odam tayyorlash bilan o'zliksiz tirkishishni ziddiyatlashtirib qo'yish bir xil sotqinlikdir. Shunga planni
Әтіге, yil oxiriga tuzadigan ahmoqlikni tashlab, uzoqni ko'zlayli. Shu nishon uchun hammamiz o'z ko'chatimizni tikayli. 1998 yil dekabr, Toshkent. 2000 yil İstanbul.